ketdi. Yaqin vaqt ichida UFC'ning eng kuchli jangchisini aniqlab beradigan raund. Faolroq footwork namoyish etishni boshladi. Makhachev zo'r tizza bosh qismiga zarba. Lekin tan olish kerak, Islomning stoykasi ancha yaxshilangan, ancha. Hech qanaqasiga yiqita olmayapti u Volkanovski. Oxirgi raundda ham o'z qurolini ishlatmayapti, kurashishga intilmayapti. Mana endi boshlandi. Mana endi boshlandi, lekin qarang, shunda ham o'rnidan turib ketyapti Volkanovski. Juda ham kuchli ekan, lekin bu nima qilib yuribdi yarim yengil toifada hayronman. Birinchi marta Islom Makhachevning yuzida qon izlarini ko'ryapman. Faoliyati davom. Juda ko'p vaqtga qarayapti Makhachev. Volk esa umuman qiynalayotgani yo'q. Hozir zarba o'tkazib yubordi Makhachev. Hattoki muvozanatni yo'qotgandek tuyuldi. Endi takedownga kirayotgandek tasavvur ham bor edi. Finishni esa Volkanovski olib ketishga yaqin turibdi. Ko'ryapsiz qanday bombalar yog'diryapti Aleksandr. Islom Makhachevga 1 sekund va jang o'z nihoyasiga